Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzu yangi texnologiyalarning ta'siri deb nomlanadi. Darslikda ko'rsatilgan amaliy ko'nikmalar. Sun'iy intellekt yordamida inson omilini kamaytirish va hayotiy faoliyatni osonlashtirishning ahamiyatini o'rganish. Robototexnikaning vazifalar ko'lamini ajratish va ularda qo'llash mumkin bo'lgan dasturiy tizimlarni bilish. 3D va golografik tasvirlar bilan ishlashning muhim ko'nikmalarini olish. Virtual va kengaytirilgan reallikdan qanday foydalanishni o'rganish. Qadrli o'quvchilar, kashfiyotlarning deyarli 90% axborot texnologiyalari ta'siri ostida ro'y beradi. Inson ko'zi ilg'amas darajadagi tabiat hodisalari, kelajak mashinalari, video mahsulotlar, insonlarning hayotiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan barcha muammolarni hozirda sun'iy intellekt orqali amalga oshirsa bo'ladi. AR, Augmented Reality hamda VR, Virtual Reality, shuningdek sun'iy ong, sun'iy intellekt, sun'iy idrok, masalan, inglizchalab Artificial Intelligence bilan insonlar va hayvonlar tomonidan ko'rsatiladigan tabiiy ongdan farqli o'laroq mashinalar tomonidan ko'rsatiladigan ong haqida izlanishlar va innovatsiyalar qilinmoqda. Sun'iy ong bu o'z muhitini fahmlaydigan va maqsadlarida muvaffaqiyatli erishish imkoniyatini maksimal darajada amalga oshiradigan har qanday sistema. Mobil qurilmangizdagi dasturlar, Google tarjimon, lug'atlar, turli xil o'yinlar va hokazolar ham sun'iy intellektga misol bo'la oladi. Faqat ularning qamrovi kichikroq bo'lib, ma'lum bir yo'nalishdagina sizga yordam beradi. Ya'ni bajarmoqchi bo'lgan amallaringiz turiga qarab, tegishli dasturdan foydalanasiz. Sun'iy intellekt informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar, tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Sun'iy intellekt, ya'ni Artificial Intelligence, odatda inson bajarishi uchun nihoyatda xavfli, zerikarli va takrorlanuvchi vazifalarni ijro etish uchun yaratilgan kompyuter tizimlari. Qisman insonlar kabi o'ylash va harakatlanishga dasturlashtirilgan mashinalar allaqachon hayotimizga kirib keldi va ular kundalik turmushimizda o'z o'rniga ega. Pol va gilamni tozalash uchun uy jihozlari va boshqa to'siqlarni aylanib o'tib harakatlana oladigan, uyda foydalanishga mo'ljallangan robot tozalovchilar allaqachon uyimizda bor. Haydovchisiz avtomobil GPS, Wi-Fi va lazerli sensorlar yordamida boshqariladi. Haydovchisiz avtomobilning afzalliklari quyidagicha. Ular xavfsizroq bo'ladi, chunki turli avtohalokatlarga sabab bo'luvchi xatolarga yo'l qo'yadigan haydovchi bo'lmaydi. Haydovchisiz avtomobillar bilan muloqot qilish uchun sensorlardan foydalaniladi. Shu sababli agar barcha avtomobillar haydovchisiz bo'lsa, ular xavfsiz tarzda tezroq harakatlana oladi hamda insonlarga boshqa ishlar bilan shug'ullanish uchun ko'proq vaqt taqdim etadi. Bu esa iqtisodiyotga foyda keltirish mumkinligini anglatadi. Haydovchisiz transport vositalari sutkasiga 24 soat yo'l yura olgani sababli juda ham ko'plab cheklovlarning oldini olish mumkin. Masalan, safarga haydovchining dam olish vaqti yoki ovqatlanish uchun tanaffuslarni ham kiritish shart bo'lmaydi. Bu xarajatlarning qisqarishiga olib keladi. Haydovchisiz avtomobillardan manfaat ko'rish mumkin bo'lgan yana bir toifa avtomobil hayday olmaydigan nogiron insonlardir. Ular ma'lum darajada harakatlanish va mustaqil bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ushbu innovatsiyalarning ayrim kamchiliklari ham bor. Masalan, tirikchiligi transport vositasini haydash bilan bog'liq bo'lgan odamlar ishsiz qolishi mumkin. Dastur ishonchli va xakerlardan xavfsiz bo'lishi kerak. Mustaqil harakatlanadigan avtomobillar joylashgan joy haqidagi ma'lumotlarni to'plash va almashish majburiy bo'lganligi sababli shaxsiy hayot daxlsizligi bilan bog'liq xavotirlar ham bo'lishi mumkin. Agar qandaydir muammo paydo bo'lib, avtohalokat yuz bersa, kim javobgar bo'lishini aniqlash uchun huquqiy hujjat ham mavjud emas. Kompyuter yordamida tarjima qilish. Computer Assisted Translation matnning inson ishtirokisiz kompyuter tomonidan tarjima qilinish jarayonidir. Biroq tarjimonlik kasbidagi insonlar tarjima jarayonida o'zlariga yordam bo'lishi uchun ushbu dasturlardan foydalanishadi. Bunday tizim tarjima xotira bazasini, ya'ni translation memory'ni yaratadi va boshqaradi. Bu tarjimonlarning oldin tarjima qilgan matnning mavjud iboralarini qayta ishlata olishini anglatadi. Bunday baza tarjima jarayoni davomida kontentni to'plab boradi. Golografiya. Golografiya deb insonning holati siz harakat qilganingizda sizga mos holda o'zgaradigan 3D tasvirlarni yaratish jarayoniga aytiladi. Aslida bunda 3D tasvir emas, haqiqiy obyekt bo'lganida shunday harakatli holat sodir bo'lar edi. Shifoxonalardagi jarrohlik xonalarida golografik tasvir tizimi jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun ishlab chiqilgan.
Tana tuzilmalarining 3D golografik tasviri havoda suzib yuradi va jarroh ularning atrofida harakatlanishi hamda ularga teginishi mumkin. Ushbu jarayon uchun hech qanday maxsus ko'zoynak talab qilinmaydi. Bu jarayon yordamida jarroh jarrohlik muolajalarini rejalashtirishi va baholashi mumkin bo'ladi. Bunday turdagi imkoniyat arxitektura, virtual o'yinlar va qat'iy standartlarga muvofiq bo'lgan vazifalarni bajarish orqali malaka oshirish kabi boshqa sohalar uchun ishlab chiqilishi mumkin. Ko'zi ojiz insonning ko'zidagi pardaga o'rnatish mumkin bo'lgan implant mavjud. So'ng ular videokamera o'rnatilgan ko'zoynakni taqadi. Mazkur kameradan ma'lumotlar cho'ntak kompyuterga yuboriladi va u yerda qayta ishlanadi yoki ko'zoynakka o'rnatilgan vizual ishlov berish blokiga uzatiladi. Olingan vizual ma'lumotlar ko'rish nervi bo'ylab foydalanuvchi miyasining ko'rish qobig'i deb nomlangan qismiga yuboriladi. Bu ko'rish qobiliyatini qisman tiklash imkonini beradi. Biroq bunda kamchiliklar ham bor. Yuqori aniqlik uchun implantga ko'proq elektrokodlar joylashtirish zarur. Hozirda esa ularni implantga sig'dirish muammo bo'lishi mumkin. Robotlar inson bajaradigan ishlardan yoki muayyan vazifani bajarayotgan odamning harakatlaridan nusxa ko'chirishga qodir, biroq bugungi kunga kelib yanada foydaliroq bo'lishi uchun robotlarga mustaqil fikrlash va vazifalarga insonlar kabi reaksiya bildirish o'rgatilmoqda. Robotlarni ikki toifaga bo'lish mumkin: statsionar va mobil robotlar. Ba'zi robotlar zavodda bitta joyga mustahkamlangan bo'ladi va bajarilishi kerak bo'lgan ish ularning oldiga olib kelinadi. Bu turdagi robot odatda robot qo'l deb ataladi. Ushbu robotlar xuddi qo'llarimiz kabi bir uchi mustahkamlangan, shu bilan birga ancha harakatlarni amalga oshirishga qodir. Robotlar ishlab chiqarish sohalarida keng qo'llaniladi, chunki ular insonlarga qaraganda ancha samarali natija beradi. Insonlarga qaraganda aniq ishlaydi, tanaffussiz ishlaydi, issiqlik yoki yorug'lik talab qilmaydi. Garchi dastlab sotib olish ancha qimmatga tushgan bo'lsa-da, ularga ish haqi to'lash shart emas. Insonlar uchun xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan hududlarda yoki xavfli materiallar bilan ishlay oladi. Biometrik barmoq izlari, ko'zning to'r pardasini skanerlash yoki DNK kabi jismoniy xususiyatlar hamda ovoz shablonlari yoki husnixat, imzo kabi xulq-atvor xususiyatlarga asoslangan noyob, kuchli autentifikatsiyani ta'minlash ham mavjud bo'ladi. Hozirda biometrik tizimlar asosan quyidagi maqsadlarda ishlatiladi. Verifikatsiya, shaxsning chindan ham o'zi gapirayotganligiga ishonch hosil qilish. Identifikatsiya, omma orasidan biror kishini aniqlab olish. Screening, qidiruv ro'yxatida bo'lishi mumkin bo'lgan kishini aniqlash uchun tekshirish. Kvant kriptografiyasi, yorug'lik xossalariga, xususan fotonlarga tayanadigan kalitni yaratish uchun fizikadan foydalaniladi. Foton yakka holda ko'rish uchun nihoyatda kichik bo'lgan nur zarrasidir. Fotonlarning o'ziga xos kvant xossalari shuni anglatadiki, agar kimdir yashirincha maxfiy kalitga qarasa, kuzatilayotgan yorug'lik zarralarida o'zgarish sodir bo'ladi. So'ng qabul qiluvchi nimadir o'zgargani hamda ularning aloqasi buzilgan bo'lishi mumkinligidan xabar topadi. Shu sababli kvant kriptografiyasining odatiy kriptografiyadan asosiy afzalligi deb yashirincha eshitish holatini aniqlash orqali maxfiy kalitni to'liq xavfsiz tarzda uzatilishiga aytiladi. Kvant kalitlarni tarqatishga mo'ljallangan qurilmalar allaqachon mavjud, biroq hozirda ularni foydalanishga yanada qulay qilish ustida ish olib borilmoqda. Hozirda printerlar metall, plastik, rezina, sopol, mato va boshqa turli materiallardan foydalangan holda turli jismlarni 3 o'lchamli shaklda yasashga qodir va 3D model hosil qila oladi. O'z kompyuteringizda biror 3D tasvir qolipini chizib, kompyuterni 3D printerga ulaysiz va uning bosib chiqarilishini kutasiz. O'zingiz uchun printerdan velosiped ham chiqarib olishingiz mumkin, chunki mazkur printerlar harakatlanuvchi qismlarni yasashga ham qodir. Dron uchuvchi apparat bo'lib, robototexnika, aeronavtika va elektronika sohalari birlashuvi natijasida ishlaydi. U yerdan turib masofadan boshqarish tizimlari orqali boshqariladi. Ularni hattoki smartfon yoki planshet bilan ham boshqarish mumkin. Odatda dron yengil kompozit materiallardan yasalgan bo'ladi, chunki yuqori balandliklarda ucha olishi uchun uning vazni yengil bo'lishi hamda oson harakatlanishi kerak. Dronlar infraqizil kameralar va GPS bilan jihozlanishi mumkin. Dronlardan harbiy sohalarda, shuningdek qidiruv-qutqaruv, ob-havo tahlili, yetkazib berish, brakonyerlarni aniqlash va boshqa ko'plab maqsadlarda foydalaniladi. Virtual reallik (VR) kompyuter tomonidan yaratilgan muhit bo'lib, ayrim hollarda virtual borliq deb ataladi. Inson ushbu dunyoda o'zini tasavvur etishi va turli harakatlarni amalga oshirish uchun o'zaro munosabatga kirishishi mumkin.
Virtual reallik o'yinlarga o'xshab ko'rinadi, ammo undan juda ham ko'p jiddiy maqsadlarda foydalaniladi. VR texnologiyalari kundalik hayotimizga juda ko'p yo'llar bilan ta'sir etishi mumkin. Boshqariladigan VR muhitda ko'zlarga ko'zoynak taqiladi. Bu manzaradagi obyektlarning tasvirini hajmli qilib ko'rsatuvchi 3D effektini beradi. Shuningdek, barmoqlarning harakatini aniqlay oladigan qo'lqoplar hamda nima ishlayotganingizni nazorat qilish uchun quloqchin taqish mumkin. Kundalik hayotdagi VR ga ayrim misollar. Masalan, muzey bo'ylab virtual ekskursiya, yangi uyning virtual modeli yaratilishini yoki yangi mashinaning ichini virtual tomosha qilish mumkin. Avtomobilsozlik kompaniyalari yangi transport vositasining prototipini yaratishda, uni ishlab chiqishdan avval sinovdan o'tkazish va o'zgartirish uchun VR dan foydalanishlari mumkin. Misol uchun, fazogirlar, uchuvchilar yoki tibbiyot talabalari murakkab sharoitga duch kelishlaridan avval VR mashg'ulotlarda qatnashishadi. Jarrohlar masofadan turib robot qurilmalaridan foydalangan holda VR muhitda jarrohlik amaliyoti o'tkazishlari mumkin. Savol va topshiriqlar. Sinfda quyidagi mavzuda muhokama tashkil qiling. Yo'lda o'z xavfsizligingizni kompyuterga ishonib topshirish biroz xavotirli bo'lishi mumkin. Lekin mustaqil harakatlanuvchi avtomobilning afzalliklari kamchiliklaridan ko'pmi? Muhokamadan so'ng haydovchisiz avtomobillardan foydalanish jismoniy yoki sezgi organlarida nuqsoni bor insonlar uchun qanday imkoniyatlar yaratish haqida ham o'ylab ko'ring. Virtual reallikdan foydalanish jarayoniga ikkita misol keltiring. Buni internetdan ham qidirib ko'rishingiz mumkin. Mobil telefon uchun mo'ljallangan virtual reallik sohalarini o'z ichiga olgan dasturlar va ilovalardan foydalanib, laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazing. Ushbu darsda sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.